Bugun Toshkentdagi eng qimmat va eng hamyonbop choyxonalarni solishtiramiz. ketdi. Birinchi eng qimmatidan boshlaymiz. Ko'pchilik bilgan Z choyxona. Bu joy atmosferasi o'zgacha. Choyxona bilan restoranni mix varianti desa ham bo'ladi. Xonalari uncha-muncha restoranlardan qolishmaydi. Ovqat mazasi bo'lsa professional oshpaz baho bergani yaxshi menimcha. Oshchi ranglari tilla, guruchlari parda pishgani bilinib turibdi. Yeganda haqiqiy to'y oshini mazasini his qilasizlar. Narxi xonasiga qarab depozit bor ekan. Masalan, 10 kishilik xona olsangiz, shu tili 3 milliondan oshishi shart. Oshish kilosi 410 mingdan boshlanadi. Qalay, o'rta narxdagi choyxonaga Toshkentda hammaga mashhur Didor choyxonasini tanladik. Hovli o'zbekona bezatilgan. Hamma yoq yashil daraxtlar. Xonalari joylari oddiy. Bitta choyxona palov yedik. Sabzi yumshab ketmagani aytmaganda, mazasi yaxshi. Guruchlari ham yumshab ketmagan. Narxi oshish kilosi 300 ming. Xonalar kunduzi 200 ming, 250 ming, kechqurun 250 ming, 300 ming. Nima deysizlar? Endi bo'lsa biz topolgan eng hamyonbopi Chempion choyxonasi. Narxi hamyonbop bo'lsa ham xonalari yangi remontdan chiqqan. Ko'rpacha, idish tovoli ham yep-yangi. Ortiqcha hid yo'q. Osh guruchlari bir xilda pishgan, ranglari ham tobida. O'zi ham shirali bo'pti. Menga rostdan ham yoqdi. Narxi osh kilosi 280 ming, pastiga xonada kunduzi 100 ming, kechqurun 200 ming. Qalay, shuncha osh yegandan keyin no suvlardan ichib hazm qilmasak bo'lmas edi. Ta'mi juda ham yumshoq. Tarkibida 40 dan ortiq minerallari bor. Bu suv har bitta choyxonada bo'lishi kerak menimcha. Chunki choyxonada kuchli ovqatlar qilinadi. Toshkentda eng zo'r choyxona qaysi o'zi? Kommentda yozinglar. Eng ko'p ovoz to'plagan choyxonani biz borib obzor qilib beramiz.